Piyodalarga farqi yo'qda, bu narsa xohlagan joydan o'tiradi. Xohlagan joyga qo'yib tashlaydi. Istagancha qilib bergan mana ichkariga. Aholi gavjum bo'lgan xavfli qismlari men uchun yoritilishi kerak deb o'ylayman. Ko'cha chiroqlari o'rnatilgan, lekin yoqilmaydi. Yo'lovchilarning xavfsizligi, piyodalarning xavfsizligini ta'minlash kerak deb o'ylayman-da. Noqonuniy turish taksilar Mana ko'rinmay qoldi umuman. Yo'lni bo'yidaman, katta trassada. Mashina bir avtonomga qo'yish lozimmi? U tarafga, bu tarafga. Avtobusda yo'lda bo'ladi-da, xalq qiynaladi. Assalomu alaykum, hurmatli nazoratchilar. Biz murojaat yuzasidan qorong'i bo'lishiga qaramasdan Toshkent halqa avtomobil yo'li, ya'ni xalq tili bilan aytganda vodiy betak vodiy keldi. Ya'ni bu yerda ko'pchilik haydovchilarimizdan murojaat tushgan sutkaning qorong'i vaqtida yo'lning yoritilmaganligi yuzasidan. Demak, o'sha holatni ko'rish maqsadida o'zimiz bu yerga qorong'ida tashrif buyurdik. Yo'l qismi, ya'ni qatnov qismi yoritilmagan bu yerda bu haydovchilarga ko'pchilik noqulayliklar tug'diradi. Mana hozir ko'ryapsiz. Agar men oq futbolkada bo'lmaganimda edi, bular meni ko'rmasdi. Juda qatnov qismi chetida demak turibmiz va holat bu yerda demak Somon bozor degan joygacha kuzatishda davom etamiz va albatta ertalab qaytamiz. Ya'ni Qo'yliq bozori yaqinida demak bandliklarga nima sabab bo'lyapti? Nimaga bu holat davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati tomonidan bartaraf etilmayapti? Shularni o'rganib chiqamiz. Hali bo'lmasa boshladik. 500 metr masofani bosib o'tdik, lekin yo'l yoritilmagan. Albatta haydovchilarimiz uchun ko'rinish cheklanadi bunaqa holatlarda. Yuk avtomobillar uchun sharoitlar yaratish kerak mana. Qo'llab-quvvatlanglar. Like so'ramaymiz, boshqa narsa so'ramaymiz. Biz kommentariya bilan nimadir odamga motivatsiya beradigan narsalar yozsangiz zo'r bo'ladi-da. Murojaatchilar umumiy bo'lganligi uchun hech kimni chaqirmadik, faqatgina o'zimizni yoritishga harakat qilyapmiz bu yerda. Yana bir narsaga e'tibor berasizlar, mana shu Qo'yliq bozori atrofida ham demak yuk avtomobillari uchun joy bo'lishiga qaramasdan ular sig'imi kichkina. Shuning uchun demak o'sha O'zavtoyo'l qo'mitasi mutasaddilari alohida yo'lning chetida bir qismida nima deydi, qatnov qismining chekkasi abochina deymiz biz tilda. O'sha joylardan demak maxsus bir 2 metr, 3 metr joylarni ajratib berishsa ham yaxshi bo'lardi. Piyodalarga farqi yo'qda, bu narsa xohlagan joydan o'tiradi. Avtomobil yo'llaridan foydalanish qo'mitasiga qarashli transport vazirligi tarkibidagi o'sha yerga tegishliligi aytildi. Barcha bitta yo'llariga, ya'ni to'g'ri holatda saqlanishiga javobgarlik o'shalar bo'lsa kerak. Mayli u kimga qarashli bo'lsin, hokimiyatga qarashli bo'lsin yo boshqa, eng avvalo yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash kerak. Harakat xavfsizligini ta'minlash uchun sutkaning qorong'i vaqtlarida demak yo'llarning o'sha aholi gavjum bo'lgan xavfli qismlari men uchun yoritilishi kerak deb o'ylayman. Ya'ni o'sha ijtimoiy tarmoqlar orqali tegishli rahbarlarga faqatgina chiqish orqali yoki o'sha portal yo'l orqali qiladigan bo'lsa kerakmi bu narsa? Oddiyligi chiroq bo'lmasligi. Sutkaning qorong'i vaqtida aholi gavjum bo'ladigan joylarda yoqilish kerak deb o'ylayman aka. yoqilish kerak. O'zimizni fikrimizni bildiramiz xolos, ya'ni holatni real obyektiv yoritamiz. Mana ko'ryapsizlar. Bu yerda bor ko'cha chiroqlari o'rnatilgan, lekin yoqilmaydi. Bu yerda bir avtobus haydovchilarini ham bir nima qilish kerak, qarang mana. 2 qator qilib qo'yib qo'ygan mochina avtobus. To'g'riga o'tirsin. Avvalo demak bekatda nima deydi bir
yo'lovchilarning xavfsizligi, piyodalarning xavfsizligini ta'minlash kerak deb o'ylayman-da. Hop, ketdik. Nima deydi bu? O'sha oxirgi vaqtlarda piyodalar o'limi bilan bog'liq bo'lgan holatlarni ham bir ko'payishiga sabab bo'lmayaptimikin bu narsa? Mana ko'rinmay qoldi umuman. Yo'lni bo'yidaman, katta trassada. Nima qilamiz? Hozir yo'lni 1 kilometr qismini bosib o'tdik. Birorta chiroq, yo'l chirog'ini topa olmasdan hozir men Somon bozorgacha yana piyoda boramiz. Piyoda yurish foydali, xavfsiz bo'ladigan bo'lsa agar. Demak, holatni shu yergacha yoritdik. Bundan bu yog'i ham demak chiroq yo'q. Yana 1 kilometr qismda. Va ertaga ertalab eng ko'p tirband bo'ladigan joy mana shu joy bo'ladi. Ana o'sha yerga kelib demak holatni obyektiv o'rganamiz va murojaatni to'g'ridan-to'g'ri yo'naltiramiz. Assalomu alaykum, nazorat-uz ommaviy axborot vositasining kuzatuvchilari. Kecha va'da qilganimizdek, kechqurun bu yerni aylanib chiqib, ya'ni Qo'yliq bozor atrofini aylanib chiqib, ertalab kelamiz deb va'da bergandik va hozirda bu tirbandliklarga nima sabab bo'layotganini o'rganish maqsadida, demak, Qo'yliq bozori yoniga keldik. Qani bo'lmasa kuzatamiz. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Charchashni nazorat tizimli axborot vositasida aka. Tirbandlik yuzasidan murojaat kelib tushganda asosiy sabab nima deb bilasiz? Nimadan? Tirbandlik, probkaga bu yerda. Tirbandlik mana shu turish joyidan noqonuniy turish, taksilar. Hozir qanchada o'tasiz ertalab tirband bo'lgan vaqtda? 20 minutda o'tib kelaman. Bektemir postdan shundan chiqib ketguncha 20 minut. Ya'ni 300-400 metr masofadan 400 minutda, 400 metrda 20 minutda o'tib kelaman. Yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tartibga solgan vaqtdachi? Endi 3-4tasini kuch yetmasa kerak deb o'ylayman. Foydasi yo'q deysiz. Foydasi yo'q. Mana turibdi hozir ham. Yana bir haydovchilar fikrini shu joy o'zida bir to'xtab bilsak. Assalomu alaykum. Mo'jada. Yaxshimisiz aka, charchamayapsiz? Nazoratidamiz aka. Qarang. Tirbandliklar sababini o'rganyapmiz-da. Nima sabab deb o'ylaysiz hozir? Tirbandlik sabab shu odamlar xohlagan joyga qo'yib tashlaydi. Stenka qilib bergan mana ichkariga. Stenka qo'yishmaydi mashinani. Ya'ni bu asosiy haydovchilik madaniyati roli o'ynaydi, to'g'rimi? Haydovchilar o'ziga o'zi qilishadi. Mana shu ostanovkadan ichkariga olib kirib qo'yishdi stenkaga. Hamma qoidaga, ya'ni zaprishlarni qo'yib qo'ygan, shu xaharga qo'yib qo'yishadi. Ya'ni qasddan mensimasdan qo'yib qo'yadi, va 3 qator 3 qator qilib hurmat qilmaydi, bir-birini hurmati yo'q. Sizlar ham 3-qator to'xtashga majbur bo'lasizlar hozir. Majbur bo'lamiz, keyin men nogironlar bor, mana hozir avtobus bilan nogiron bor, chekka olib qo'yib to'xtashim kerak, tushishlari kerak. Hozir bu yerda tushishlari kerak. Keling, mana shu narsani yoritib beraylik, qanaqa tartibda tushadilar, qanaqa nima qiladi. Ko'pchilik bilmaydi-da. Nogironlar uchun qanaqa sharoitlar yaratilgan avtobusda. Keling. Hamdus degan narsa bor-a bunda? Ha? Xo'p. Qo'yli. Hamma avtobusda bormi bu narsa? Hamma avtobusda bor. 100%, 100%. Yangi avtobusda hammasida bor. Necha marta uchrab turadi bir kunda bular qana? 10 marta 15 marta chiqishadi. Ha, yo'q-a? Rahmat, sog' bo'ling aka. Asosiy tirbandliklar mana yo'lda nima deydi? O'sha ko'prik qismini aylanib bozor yonidan pastga tushishda kuzatilar ekan. Assalomu alaykum. Mashina bir ostanovka qo'yish lozimmi? U tarafga, bu tarafga. Avtobusda yo'lda bo'ladi-da, xalq qiynaladi. Qarang, aka, past ostanovka bormi-yo'qmi? Pastda naryoqda bor, o'tishim oldida. Hozir bu yoqqa qarang. Betgacha yo'qda ostanovka. Hozir bu yerga bekat qo'yadigan bo'lsa, tirbandlik bo'ladi. Yo'lni kengligi ko'rasiz. Misol uchun naryoqdan olib, mana u mashina turibdi, ko'ryapsiz.
Misol uchun o'sha yoqda avtobus maqim. Misol uchun men Binokordan kelamanda, avtobus bu yoqda to'xtaydi, Koreyskiyda devetga to'xtaydi. Hozir bu yerda to'xtaydi, to'g'ri men nima qilmayman. Misol uchun agar vaziyat yo'l qilib asrga qo'ysa xalq ham qiynalmaydi. Avtobusdan keladi, misol uchun 1 minutga ham qolmasdan o'tib ketadi-da avtobus. Mas'ullar Misol uchun qariyalar bor, yoshlar bor, misol uchun to'g'ri men nima qilyapman? Asrga anetda keyin pastda devetka bilan. Va u yoqda ham to'xtaydi. O'sha bilan qariyalar yurib kelishga qiynaladi. O'shani agar iloji bo'lsa, mana bu yoqda yo'l bor. Keyin mana sol kattaroq qilib bir ilojini qilib qilsa, xalq qariyalar qiynalmaydi. Qarang-da, mana bitta gap aytaman sizga. Mana tursangiz bor-ku, qariyalar yugurib keladi avtobus orqasiga. Sababi avtobus ko'p vaqt turmaydi-da bu yerda. Ya'ni bu yo'nalishda yo'q deganda bir 5 ta, 6 ta avtobus harakat etadi. Bitta yo'nalish. Avtobus ko'p. Bu yerda bir 8-10 taga yaqin avtobus 10 ta qatnaydi. marshrut bo'ladigan bo'lsa aka, bitta hozir bu yoqqa bekat qo'yadigan bo'lsa, 10 tadan 4 tasi yo'lni yopib qo'yadi-da. Mana yo'q, pastdan kelayotganlari bor, tepadan kelayotganlari bor. Ko'prikdan o'tgandan keyin joy bor. Bor, yo'q, tepadan kelayotganlarga, pastdan chiqayotganlarga demayapman. Tepadan kelayotgan, to'g'ridan kelayotganlarga. Bo'ldi aka, buni bir e'tiborga O'shani agar nima qilsangiz siz ko'p ko'raman-da, haqqa qilsizmi shunaqa nima dedi. Nazorat. Nazorat o'zi kuni avtoparklarga borib yurdilar, to'g'risi ko'p har kuni nimada ko'raman. O'shani yaxshi, alhamdulillah, u kuni niyat qildim, xolis ekan. Sizni yo'qlasam ularga mashinalardan bir yo'qdan kelayotganlarga ham to'g'ri ketadiganlarga qilsa ma'qul bo'lardi. Bo'ldi. Bu mas'ullar e'tiborga oladigan umidamiz. Konditsioner yoqmaganmi? Yo'q, undan xabarim yo'q. Nimaga? Yo'q, chiqmadi, hop bo'ldi. Oching mana. Rahmat ishlarga rivoj bo'lsin. To'xtamay ketdi mana. Yo'q, aslimki yo'q-da, to'g'ridan kelayotgan misol boshqa nimalarga. Ha, ishlar rivojini bersin. Sog' bo'ling. Asosiy tirbandligi sababi o'zimiz bo'lyapmiz. Mana nimam bo'yicha. Mashinalarni noto'g'ri parkovka qilish. Hurmatli kuzatuvchilar, demak, ismim Muhammad O'rganov. Haydovchilar fikri bilan tanishdik. Asosiy endi baribir nima deydi? Faktorlardan bittasi haydovchilik madaniyati deb o'ylayman. Avtotransport vositalarini noto'g'ri parkovka qilish bo'ladi, demak, yo'l belgilariga bo'ysunmaslik asosiy demak tirbandlikka sabab bo'ladi. O'zingiz kuzatishni davom eting, demak, o'zingizning fikringizni bemalol izohlarda qoldirishingiz mumkin.